Chortorliklar bormi? Chortorliklar bo'lsa, biz navbatdagi xaldinliklarni sizlarga obzor qilib ko'rsatamiz va vitrina xaldinligimiz kelgan magazinchilar uchun buni narxi 5 million 400 ming sotilgan, hozirgi narxi 4 million 880 ming so'mdan qilib beramiz. Ichlarni ko'rishingiz mumkin. Bizga premium variantda avvalon xaldinligimiz ham kelgan. Buni narxi 10 million 200 ming so'm sotilgan, hozirgi narxi 9 million 169 ming so'm. Ichlarni ko'rishingiz mumkin. Hamma mahsulotlaringiz bemalol sig'adi. Tagi tortmali bo'ladi. Bizga Artel brendidan ham yangi xaldinligimiz kelgan, 10 yilga kafolat beriladi. Buni narxi 6 million 100 ming sotilgan, hozirgi narxi 5 million 409 ming so'm sizlar uchun qilib beramiz. Buni ham taglari tortmali bo'ladi. Xaldinlikni olishni hozir ayni eng vaqti. Seventage brendidan yangi xaldinliklarimiz ham kelgan. Buni narxi hali chiqmadi. Direktga olsangiz biz tashab beramiz. Buni ham ichlarini ko'rishingiz mumkin. Bu ham vazdushniy holatda ishlab beradi. Havo bilan muzlatadi. Taglari ham tortmali buniki. Bunda nolvoy zonalari ham bor. Har xil mahsulotni nasab qilishingiz mumkin. Bu yerda har xil yangi modellari ham kelgan. Hozir eng ko'p sotilayotgan model Elita firmasidan bizga bu xaldinligimiz ham kelgan. Bu muzlatadiganli bo'ladi, tevasi muzlatadi, pasti xolodilniy ravishda ishlab beradi. Buni narxi 4,5 million sotilgan oldin, hozir 3 million 669 ming so'mdan qilib beramiz. Bizga Birusa firmasidan bizga yangi xaldinliklarimiz, rossiyskiy xaldinliklarimiz kelgan. Tag tomoni muzlatgichli, teva tomoni xolodilniy funksiyada ishlab beradi. Va xuddi shu rossiyskiy xaldinlikda teva tomoni muzlatgichi, pasti xolodilniy varianti ham kelgan. Bularning narxi hali chiqmadi. Bemalol bizga yozsangiz narxlarini tashab beramiz. Bizga modelni aytsangiz, misol 553 M modeli, 551 M modeli bo'lsa tashab beramiz. Xo'p, xuddi shu oq variantini seriya varianti ham kelgan. Ko'rishingiz mumkin, buni ham ichlari. Bizga bo'la kichikroqlik qiladi. Bizga kattasi kerak deganlarga bemalol kattasidan xarid qilishingiz ham mumkin. Bular rossiyskiy Birusa firmaniki bo'ladi. Sifatlari ancha zo'r. Buni har xil ranglardan kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Bizga Beko firmasidan ham, bu ham rossiyskiy hisoblanadi. Beko firmasidan ham yangi xaldinliklarimiz kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu ko'p mahsulotlarni sveji holatda ko'pincha saqlab beradi. O'sha tomonlama taniqli xolodilnik. Va eng oxirgi xaldinligimiz hozirgi sizlarga aksiyaga tushgan eng arzon, eng qulay va sizlarga ma'qul keladigan xaldinligimizni ko'rsatib o'tamiz. Oldingi narxi 2 million 800 ming, 3 million sotilgan, hozir sizlar uchun 2 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Shu xolodilnikimiz. Platinum firmasidan 3 yilgacha kafolatlarni beramiz. Ichlarni ko'rishingiz mumkin. 3 qavatli oynali, skorsi 5 ta skorsli bo'ladi. Kafolatlari 3 yilgacha yozib pechatlanib beriladi. Hozir ko'rgan Jamika xaldinligingizni narxini kelishilgan holatda dastavka qilib yetkazib beramiz. Namangan viloyati bo'yicha dastavka besplatniy bo'ladi. Qolgan viloyatlar bo'yicha kelishilgan holatda. Texnobazarda kutib qolamiz. Kelib bemalol yoqtirib ko'rib olishingiz ham mumkin va onlayn zakaz berishingiz ham mumkin.